Ixtisoslashgan maktab imtihonida tushgan birinchi smenadagi savollar tahlilini boshlaymiz. Birinchi savolga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu son uchun quyidagi keltirilgan tasdiqlardan qaysilari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang deyapti. Bu sonda 0 dan boshqa barcha raqamlar qatnashgan deyapti. Mana songa e'tibor beradigan bo'lsak, 2, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 4 raqamlari qatnashyapti. 1 degan raqam lekin qatnashmayapti. Bu yerda aytyapti 0 dan boshqa barcha raqam qatnashgan deyapti. Barchasi qatnashmagan, bir qatnashmagan. Shuning uchun bu gap noto'g'ri bo'ladi. Bu sonni minglar va yuzlar, 100 minglar xonasidagi raqamlar yig'indisi deyapti. Minglar xonasida mana hozir yaqinlashtiramiz. Qani birlar xonasida 4 turibdi, birlar xonasida 4 turibdi, o'nlar xonasida 9, yuzlar xonasida, minglar xonasida 3. Minglar va 100 minglar. Minglar bu bo'lsa 10 minglar bu bo'ladi, 100 minglar 5 bo'ladi. Mana 5 bilan 3 haqida gap ketyapti. Mana shularning yig'indisi, ya'ni 5 bilan 3 ning yig'indisi 8, 8 deyapti. Millionlar xonasidagi raqamga teng deyapti. Mana 10 minglar 5 edi, endi 100 minglar bu birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 minglar, 100 minglar, millionlar 4 bo'lar ekan. 4 ga teng deyapti. 8 4 ga teng emas, shuning uchun bu gap ham noto'g'ri bo'ladi. Demak, to'g'ri javobimiz ikkalasi ham noto'g'ri degan variant tanlaymiz. Javob bo'ladi. Xo'p, ikkinchi savolimiz. Ikkinchi savolimizda hisoblang deb tushibdi. Demak, hisob kitobni amalga oshiramiz. Birinchi buni bunga bo'lib olamiz, keyin buni bunga ko'paytirib olamiz va qo'shib chiqamiz. Demak, 24 0 0 48 deb bo'lamiz. 48 ga 5 ta bersak, 5 kere 4, 5 kere 8 40. 4 dilda 5 kere 4 20, mana buni 24 bo'ladi. Arisi 0. Endi 0 yordamga tushadi. 0 tushgandan keyin bunga yetmagan uchun mana bu yerga 0 qo'yib 4 olib tushamiz. Mana bu yetmaydi, yana bitta 0 qo'yib 8 olib tushamiz, keyin bitta beramiz. 4 yo'q. 48 bo'ladi. Arisi 0 5001 ekan. Hop, 143 32 ga ko'paytiramiz buni. 143 kere 32, 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, 2 kere 1 2, 3 kere 3 9, 3 kere 4 12, 3 kere 1 3, mana bilan 4. 6 17 5 4 bo'ladi. Demak, 4576 ni chiqqan javobga qo'shib olishimiz kerak. 7 7 5 9. 9 5 7 7 degan javob ekan. Hop, uchinchi savolimizga qaraydigan bo'lsak, uchinchi savolimizda mana shu ifodani hisoblang deyapti ekan. Birinchi qavs ichini hisoblab olamiz. 3 ayrı 1 taqsim 17 ni hisoblaymiz. Bu yerda mana bu 3 ni parchalab olishimiz kerak mahrajiga qarab. Agar 3 bo'lsa, buni 2 deb yozishimiz kerak. Bittasini parchalab 17 ni 17 deb yozib olamiz. Shunda ayrilgan 1 taqsim 17 qoladi bu yerda. 2 dan 1 dairasi 1, 17 o'zi bitta qilib yoziladi. 17 dan 1 dairasi 16. Demak, qavs ichidan shu javob chiqdi. Endi 7 taqsim 17 dan ayirayman 1 taqsim 17 ni. Bundan buni ayirish uchun mana tepalariga qarasam 1 dan 16 ni ayirsam bo'lmaydi. Shuning uchun 7 ni bittasini parchalashim kerak. Parchalayotganda 7 ni 6 deb olaman. 6 deb olib turib, 17 ni 1 ga qo'shib tepaga yozaman. 18 taqsim 17 ayrilgan 1 taqsim 17. Ayirib oladigan bo'lsam 6 dan 1 ayirсам 5, 18 dan 16 ayirсам 2, 17 qoladi. 5 taqsim 17 degan javob chiqar ekan. Mana bu joyini xato yozib olganman ekan. Demak, 3 dan 1 taqsim 17 ni ayirib olamiz boshqatdan. 2 taqsim 17 qilamiz. Ayrilgan 1 taqsim 17. Ayirib olsak 1 taqsim 17 bo'ladi qavs ichi. Endi mana bu 7 11 taqsim 17 ekan. Bundan 1 taqsim 17 ni ayiramiz. Mana shu yerni 1 deb yozib olgan ekanmiz. Demak, 7 ni 6 qilib olamiz, 17 ni 11 ga qo'shamiz, 28 taqsim 17. Ayrilgan 1 taqsim 17. Hop, 6 dan 1 ayirsak 5, 17, 28 dan 16 ayirsak 12. To'g'ri javob C. To'rtinchi savolimizga qarasam, 6 ta kattaycha va ular orasidagi amallar ko'rsatilgan ekan. Demak, kattaychalarga mana shu sonlardan bir martadan joylashtirib, mana bunaqa shartlar qanoatlantiradigan ABC ketma-ket kelgan natural sonlar hosil bo'ldi deyapti. Demak, ABC ketma-ket sonlar bo'lishi kerak ekan. ABC. A plus B plus C ifodalarini qiymatini toping deyapti. Demak, ketma-ket bo'lishi uchun birinchi biz mana bu birinchi kattaydoniga 6 bölü 2 ni qo'ydik. 6 ni 2 ga bo'lsa 3.
Endi ketma-ket sonlar bo'lgani uchun A 3 bo'lsa, B 4 bo'lishi kerak, C 5 bo'lishi kerak. Biz chiqara olamizmi shuni? Ko'ramiz. Hop, ikkita mana bu joydan mana 6 bilan 2 degan raqamni ketkizib yubordik. Ikkita raqamni qo'shib, bundan tashqari ikkita raqamni qo'shib 4 ni chiqarsak bo'ladimi? Bo'ladi. 1 bilan 3 ni qo'yamiz bu yerga. 1 bilan 3 ni qo'ysak 4 bo'ladi. Mana 1 ham 3 ham ketdi. Endi oxiriga 9 bilan 4 qoldi. Birinchisiga 9, ikkinchisiga 4 ni qo'ysak, 9 dan 4 ni ayirsak 5, C ni qiymati 5 chiqadi. Demak, 3 qo'shuv 4 qo'shuv 5 ni so'rayapti ekan. 3 ga 4 ni qo'shsa 7, 7 ga 5 ni qo'shsa 12. To'g'ri javob B. Xo'p, keyingi savolimiz 5-savolimizda bog'da terilgan olmalar 15 kilolik yashilarga joylanganda 25 ta yashik to'ldi. Demak, 15 kilodan 25 ta yashikka qo'ydik va 6 kilo ortib qoldi. Demak, menda jami 15 ko'paygan 25 qo'shib 6 kilo bo'lgan. Xo'p, demak hisoblab olamiz. 15 kira 25. 25, 5 kira 1 5, 7 kira 5 10, 1 2 kira 1 2 3, 5 7 3 qo'shilgan 6. Qo'shib yuborsak 11 8 3 381 kilo menda bor edi ekan. Keyin 18 kilolik yashiklarga joylabman buni. 381 kiloni 18 kilolik yashiklarga joylabman. Shunda ikkita bersam 2 kilo 18 36 bo'ladi. 21 yana bitta bersam 18 ayrasam 3 kilo ortib qolyapti. Eng ko'pi bilan nechta yashik to'ladi debdi. Demak, 21 ta yashik to'ladi, 3 kilo olma oshib qoladi. Shuning uchun nechta yashik to'ladi degan uchun to'g'ri javob C qilib 21 ta yashik to'ladi deb olishimiz kerak. Hop, mana 6-savolni o'rgatayotganda hali sizlarga shoshilib xato o'rgatib qo'yibman. Dastlab ma'lum bir 6 xonali sondan ma'lum bir 5 xonali sonni ayirdik va ayrima A ga teng bo'ldi deyapti. Ya'ni 6 xonali sondan ayirib biz 5 xonali sonni. Shunda ayrima A bo'libdi. Bundan ayirganimiz A bo'libdi. Keyin 6 xonali sonni minglar xonasidagi raqami 3 ta kamaytirildi. Mana 6 xonali sonni minglar xonasini 3 taga kamaytirsak 3000 ga kamayadi. Xo'p, chunki minglar xonasida bitta raqam kamaysa 1000 ga kamayadi, ikkita raqam kamaysa 2 ga, endi 3 ta kamaygan uchun 3000 ga kamayishi kerak. 5 xonali sonni o'nlar xonasidagi raqami 4 ga orttirildi deyapti. Ya'ni mana shuni o'nlar xonasidagi raqami 4 ga orttirilibdi. 4 ga orttiriladigan bo'lsa, unda 3040 bo'lib qoladi bu. 3040. So'ngra hosil bo'lgan yangi 6 xonali sondan dastlabki 5 xonali sonni ayirib olibmiz. Mana uni ayirdik, bu o'zgarmadi. Buni ayirdik. Shunda deyapti, hosil bo'lgan ayirmani A orqali ifodalang deyapti. Mana yerda xato qilib qo'yibmiz. Demak, birinchi 3000 ga kamayadi, keyin bunga 40 qo'shilyapti. Demak, 40 qo'shiladigan bo'lsa, unda 2960 ga mana bu birinchi sonni o'zi kamaygan bo'ladi. Chunki minglar xonasi 3 ga kamaygan bo'lsa 3000 ga kamayishi kerak son. Keyin sonni o'nlar xonasi 4 ga ortgan bo'lsa, unda 40 ga ortgan bo'ladi. Son 3000 ga kamayib 40 ga ortgan bo'lsa, demak 2960 ga kamaydi son. Ya'ni ayirmasi ham hozir shunda 2960 ga kamayib qoladi. A minus 2960 bo'ladi. Hop, keyingisi 7-savolimizda A va B 0 dan farqli turli raqamlar. Bu raqamlardan foydalanib, raqamlari takrorlanishi mumkin bo'lgan. Mana shu joyga e'tibor bersam, takrorlanishi mumkin ekan raqamlari. 4 ta ikki xonali son tuzilibdi. Mana A B B A B B. Tuzilgan sonlarning ikkitasi juft, ikkitasi toq. Juft sonlar 3 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Tuzilgan sonlarning hech biri 90 dan katta emas. Ya'ni mana misol uchun mana uni juft desam, bu A juftligidan darak beradi. A imiz juft bo'ladigan bo'lsa, unda mana ham juft bo'ladi. Juft. Ikkitasini juft qildim. Ikkitasi o'z-o'zidan tog' bo'lishga majbur. Bu tog'. Bu tog'. Bu ham tog'. Hop. Yozib oldik. Demak, 3 ga bo'linadigan juft sonni tanlaylik endi. Misol 22 desak 3 ga bo'linmay qoladi. 33 desak, u juft son bo'lmay qoladi. 44 desak bo'lmaydi. 55 desak ham bo'lmaydi. 66 desak bo'ladi. Juft son bo'ladi va shu juft sonimiz 3 ga bo'linadi. Demak, bu yerdan A da qiymati 6 ligini olsak bo'ladi. Demak, mana A da qiymati 6 bo'ladigan bo'lsa, mana ham 6 A da qiymati. Unda B da qiymati nima bo'ladi? Toq bo'lishi uchun, demak, B da qiymati boshqacharoq bo'lishi kerak. Xo'p. Endi nima deyapti? Bunga ko'ra deyapti, A ko'paygan B ifodani qiymatini so'rayapti. A ko'paygan B. Demak, bulardan aniq bitta A da qiymati 6 ga teng.
6 ga teng. Endi b da qiymatini qo'yib ko'ramiz. Misol uchun b da qiymatini 1 deb ko'rdim. 1. Mana 1 bo'lsin. b da qiymati 1 bo'lsa, 61 bilan 11 degan 90lar paydo bo'ladi. Lekin bularni a bilan b da ko'paytmasa 6 kere 1 6 bo'lib qoladi. Shuning uchun bo'lmaydi. Keyin b da o'rniga 1 da qo'ydim, 2 ni qo'ya olmayman. Qo'ysam a b degan sonim toq bo'lish kerak edi, juft bo'lib qoladi. 3 ni qo'ysam 63 bo'ladi. 63. Ya'ni mana uni o'rniga 3 ni qo'ysam 6 kere 3 18. A javob chiqishi mumkin ekan, 18 chiqishi mumkin ekan. Keyingi holatda 5 ni qo'yishim mumkin. 65 desam, mana uni 55 desam, unda mana bu 65, mana bu 55 bo'ladigan bo'lsa, 6 kere 5 30 chiqishi ham mumkin ekan. Xo'p, keyin a da qiymati 7 bo'lsin. 7 bo'ladigan bo'lsa, 67, 77 degan sonlar paydo bo'ladi. Demak, 67 bo'ladigan bo'lsa, unda 6 bo'lsa, mana bu 7 bo'ladida, 6 kere 7 42 chiqishi mumkin ekan. 9 ni qo'yadigan bo'lsam 69, 99 bo'ladida. Endi bu 69, 99 degan qiymat bo'lmay qoladi, chunki hech biri 90 dan katta emas deyapti ekan. Mana b 99 degan sonimiz 90 dan katta bo'lib qoladi. Shuning uchun bu qiymat tushmaydi. Demak, 18, 30, 42 bor menda hozir. Endi bularning ichidan e'tibor beradigan bo'lsam, 65 degan, ya'ni 6 ko'paygan 5 degan qiymatni mana a b o'rniga qo'ysam, bunisi 65 bo'ladi. Mana sonimiz esa 56 bo'lib qoladi, chunki b o'rniga 5 tanladingda. Bizda shartlar aytadi, juft sonlar 3 ga bo'linadi. Mana sonimiz juft son edi, keyin mana sonimiz juft son edi. Mana shu juft sonlar 3 ga bo'linishi kerak edi. 66 3 ga bo'linmaydi, bo'linadi. Lekin mana bu 56 degan sonimiz 3 ga bo'linmay qolyapti. Shuning uchun mana 6 kere 5 degan qiymatdan voz kechamiz ekan. To'g'ri javob 18 qolar ekan. Xo'p, keyingi savolimiz 8-savolimizda aytayapti ekan, Kozimbek to'plagan pulini 7 dan 4 qismiga kartoy sotib oldi. Qani 7 dan 4 qismga sotib olgan bo'lsa, demak 7 dan 3 qism qoldi. 7 dan 3 puli qoldi. O'zi 7 dan 7 puli bo'lgan. 7 dan 4 ketdi, 7 dan 3 qoldi. Shundan so'ng onasi unga 40 ming so'm berdi. Mana 40 ming so'm berdi. Shunda onasi pul bergandan keyin Kozimbekdagi pul miqdori dastlabki pulni 7 dan 5 qismiga teng bo'lib qoldi. Demak, 40 ming qo'shilgandan keyin 3 5 ga aylangan bo'lsa, demak 7 dan 2 qismi 40 ming bo'lgan ekan jami pulda. Demak, umumiy pulni topish uchun, mana umumiy pulda 7 dan 2 qismi 40 ming bo'lsa, x topish uchun buni ko'paytiramiz. 7 ni 40 mingga ko'paytiramiz, 280 ming. 280 mingni 2 ga bo'lamiz, 140 ming bo'ladi. Xo'p, keyingi savollar. Bunun javobi B bo'ladi. 98-savol javobi. 9-savolga qaraydigan bo'lsak, 9-savolimizda o'quvchilar o'rtasidagi yugurish musobaqasida ishtirokchilar birdan boshlab 1 2 3 4 qilib ketma-ket kelgan natural sonlar bilan raqamlanmoqda ekan. Barcha ishtirokchilarning raqamlashda 6 raqami jami 24 marta ishlatilgani ma'lum. Mana 6 ni 24 marta ishlatishimiz kerak ekan. Musobaqada qatnashgan o'quvchilar soni haqida quyidagi fikrlar keltirilgan. O'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng kichik qiymati 135 dan oshadi. O'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng katta qiymati 136 dan oshmaydi. O'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng katta qiymati 140 dan oshadi. O'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng kichik qiymati 135 dan oshmaydi. Keltirilgan fikrlardan kimlarning fikri to'g'ri deyapti. Demak, e'tibor beradigan bo'lsam, ketma-ket yozganimizda 1 2 3 4 deb turib 99 gacha yozadigan bo'lsak, unda 6 raqami 20 marta ishtirok etadi. 20 marta keladi bu yerda. 6 raqami. Endi barcha ishtirokchilarning raqamlashda 6 raqami 24 marta ishlatilibdi. Demak, 99 dan keyin 106 da 21-si keladi. Keyin 116 da 22-si keladi. 126 da 23-si keladi. 23-si. Keyin 136 da 24-si keladi mana. 24-chi 6 raqami keladi. 24-chi 6 raqam. 24 marta ishlatilgan bo'lsa, demak, mana uni maksimum qiymati agar 146 bo'lsa, 25 marta bo'lib ketadi. 25 marta. Shuning uchun 146 ni emas, 145 gacha mana shu o'quvchilar sonini belgilasa bo'ladi. Chunki birdan boshlab 145 gacha sonlarni ketma-ket yozib chiqadigan bo'lsam, unda 6 raqami umumiy hisobda 24 ta keladi. Mana 136 da bitta 6 keladi, 24 ta bo'ladi.
136 dan keyin 137, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ta 6 raqami kelmaydi. Shuning uchun maksimum 145 gacha o'quvchilarni nomerlasak bo'ladi. Xo'p, ya'ni o'quvchilar soni 1 dan 145 gacha bo'lishi mumkin. Endi savolda nima deyapti? O'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng kichik qiymati 135 dan oshadi. Ya'ni mumkin bo'lgan eng kichik qiymati 135 dan oshadi deyapti. Bu gap to'g'ri bo'ladi, chunki 24-oltinni o'zini yozish uchun 136 ta raqam kerak. Eng kichkina holatda 136 ta insonni raqamlasam, unda 24 ta 6 raqamini ishlatgan bo'laman. Shuning uchun bu gap to'g'ri bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng katta qiymati 136 dan oshmaydi. Mana 136 dan oshiqcha chiqmaydi o'quvchilar deyapti. Yo'q, 145 gacha chiqishi mumkin. Shuning uchun ikkinchi gapimiz xato bo'ladi. Uchinchi gapimiz, o'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng katta qiymati 140 dan oshadi. Ya'ni eng katta qiymati 140 dan oshadi deyapti. Bu gap to'g'ri, chunki 145 140 dan oshiq. O'quvchilar sonining mumkin bo'lgan eng kichik qiymati 135 dan oshmaydi deyapti. Ya'ni mumkin bo'lgan eng kichik qiymatimiz 135 dan oshmaydi. Yo'q, 136 dan 135 dan oshadi eng kichik qiymati. Chunki eng kichik qiymati 136 bo'lishi mumkin-da, shuning uchun bu gap xato bo'ladi. Kimniki to'g'ri deyapti? Kimlarning fikrlari to'g'ri deyapti? Demak, Salim bilan Farida degan javobni olishimiz kerak. Javob bo'ladi. Keyingisi, Anvar va Komilning har biri doskaga shu sonni yozibdi, ushbu son ustida quyidagi amallarni bajaribdi. Demak, Anvar raqamlar tartibini saqlagan holda shunday 3 ta raqamni o'chiribdiki, natijada hosil bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta 5 xonali son. 3 tani o'chirishimiz kerak ekan. Eng katta 5 xonali son qolishi kerak ekan. Demak, eng katta qolishi uchun u iloji boricha kichkinaroq raqamlarni o'chirib yuborish kerak. Mana misol uchun 6 ni o'chirdi. 2 ni o'chirdi. Ya'ni son katta bo'lib qolishi uchun son 9 bilan boshlanishi kerak. Demak, 9 bilan boshlanadigan bo'lsa 9, keyin 5, keyin 3 kelyapti, e'tibor bersanglar. Demak, sonni kattaroq qilish uchun men kichkinarog'ini o'chiraman, kichkinarog'ini. Shunda Anvar 9, 5, 4, 8, 7 degan sonni hosil qiladi. Komil esa deyapti, sondagi raqamlar tartibini saqlagan holda 4 ta raqamni o'chiribdi. Ya'ni Komil 4 tasini chopibdi. 6, 2, 9, 5, 3, 4, 8, 7 bor edi o'zi. 4 tasini chopibdi. Hosil bo'lgan sonimiz eng kichik 4 xonali son bo'lib qoldi. Eng kichkina bo'lishi uchun mana qatordagi raqamlarning eng kichkinasi bilan boshlanish kerak. Ya'ni 2 bilan boshlanish kerak. Mana buni o'chiramiz, buni o'chiramiz. Buni o'chiramiz. Kichkinaroq bo'lishi uchun 8 dan o'chiramiz. Mana 1, 2, 3, 4 tasini chopdi shunda. Demak, bizda 2, 3, 4, 7 qoldi. Xo'p, Anvar va Komil o'chirgan raqamlarning nechtasi o'zaro bir xil deyapti. Ya'ni Anvar qaysi raqamlarni o'chirdi? 6 ni o'chirdi, 2 ni o'chirdi, 3 ni o'chirdi. Komil qaysi raqamlarni o'chiryapti? 6 ni o'chirdi, 9 ni o'chirdi, 5 ni o'chirdi, 8 ni o'chirdi. Demak, nechtasi o'zaro bir xil o'chirgan raqamlari? 6 bilan 6 bir xil, qolganlari har xil. Shuning uchun bittasi degan javobni olamiz. Onun savol javobi shu bo'ladi. 11-savolni qaraydigan bo'lsak, mana 11-savolimiz osonroq savol ekan. Demak, mana amali quyidagicha narsa ekan. Mana misol 2 ga amalni ko'radigan bo'lsak 3 ekan. Ya'ni 2 amal 2 ni qilsak 3 chiqar ekan. Endi mana uni yechishimiz kerak ekan. Mana 1 amal 2 qilamiz buni. 1 amal 2 qilsak 4 chiqadi. Mana uni qiymati. 3 amal 4 qilsak, mana 3 amal 4 qilsak 5 chiqadi qiymati. Endi 4 amal 5 qilsak-chi? 4 amal 5 qilsak qiymati 3 chiqadi. Mana ikkalasidan 3 chiqadi. Keyin 3 amal 5 qilsak, 3 amal 5 qilsak qiymati 4 chiqadi. Ifodaning qiymatini toping deyapti. Mana bu javob to'g'ri deymiz. Xo'p, keyingisi o'nliklargacha yaxlitlaganda 50 ga teng bo'ladigan eng katta va eng kichik ikki xonali sonlar deyapti. 50 yaxlitlasa 50 ga teng bo'ladigan eng kichkina sonimiz bu 45 bo'ladi. O'nlik xonasida yaxlitlasak, chunki 45 o'nlik xonasida 50 ga eng yaqin sonlardan bittasi. Va eng kattasi 54 bo'ladi. 54 ni o'nlik xonasida yaxlitlaganimizda 50 bo'ladi, chunki mana sonlar o'qinchisi 50 ga yaqin bo'lgan mana o'nliklarni chizadigan bo'lsak, demak 40 bilan 60 bor.
40, 50, 60 keladi. E'tibor berasizlar. Mana qoq o'rtadagi sonimiz doimo kattasiga axlatlanadi. Mana misol uchun 55 desak, 55 60 ga yaqinroq bo'lgani uchun 60 ga axlatlanadi. Shuning uchun eng katta son 54 deb olinadi. 54 soni 50 ga yurgani 4 ta qadam tashlaydi. 60 ga yurgani 6 ta qadam tashlaydi. Shuning uchun 54 ga axlatlasak 50 bo'ladi. 40 bilan 50 ni qoq o'rtasida 45 bo'ladi. Endi qoq o'rtadagi sonlar haqida o'quvchilarga o'rgatganmiz. Qoq o'rtada son kelib qoladigan bo'lsa, unda doim kattasiga yuradi deb olinadi. Garchi masofalar teng bo'lsa ham. Ya'ni 45 40 yurgan 5 ta qadam, 45 50 yurgan 5 ta qadam tashlaydi. Shuni hisobiga 45 ta o'zini kattasiga yuradi deb olasizlar. Mana 55 ham kattasiga yuradi, 60 deb yaxshilanadi. Shuning uchun eng kichkinasi 45, eng kattasi 54. Ikkalasini qo'shsa necha bo'ladi deyapti? 99 bo'ladi degan javobni olasizlar. Keyingi savolimiz 13-savolimizda aytyapti. Tenglama neching deyapti ekan. Demak, birinchi navbatda bo'lib 8 bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. 3x ayrilgan 4 ko'paygan 5 ayrilgan 11. Hop, 8 kere 3 24, 8 kere 1 8, 10. 1/4 minus 11 bu yoqqa o'tadi. 3x ayru 4 ko'paygan 5 barobar 1/4 ga 11 ni qo'shadigan bo'lsak 115. Ko'paytirib 5 ni bu yoqqa bo'luv qilib olib o'tamiz. 3x minus 4 115 ni bo'lamiz 5 ga. 2 ta 3 deb beramiz 23. Minus 4 bu yoqqa o'tadi. 3x barobar 23 ga 4 ni qo'shsa 27. X ni qiymati 9 chiqadi. Demak, to'g'ri javob B. 14-savolimizga qaraydigan bo'lsak, 14da quyidagi tengliklardan nechtasi to'g'ri deyapti. Demak, bitta detsimetrimiz o'z aslida 10 ta santimetrga teng, bitta santimetrimiz 10 ta millimetrga teng. Demak, mana bu 100 millimetr bo'ladi. Ya'ni bitta detsimetrning qiymati 100 millimetrga teng. Demak, 510 millimetr nima degani? 510 millimetrni 500 millimetri 5 detsimetr bo'lar ekan. 5 detsimetr 10 millimetri 1 santimetr bo'ladi. Bu gap to'g'ri ekan. Hop, 245 daqiqa 4 soat 5 daqiqa deyapti. Demak, 245 ni birinchi navbatda 60 ga bo'lib o'radigan bo'lsam, 4 chiqadi. 4 kere 60 240 bo'ladi. 5 minut oshib qoladi. Demak, 4 soat 5 minut. Bu gap to'g'ri ekan. Keyingisida 1 sentnerimiz 100 kilo. 100 kilo. Demak, 800 kilo bo'lsa 8 sentner bo'ladi. 849 kiloligi uchun 800 kilo olsa 8 sentneru 49 kilosi oshib qoladi. 49 kilo oshib qoladi. Endi bu yerda nima deyapti? 84 sentni 9 kilo deyapti. Shuning uchun bu gap xato bo'ladi. Keyingisi bitta metr kvadrat qiymati 1 metr 10 metr 10 detsimetr ko'paygan 10 detsimetr bo'lgani uchun 100 detsimetr kvadratga teng. Demak, mana 10 detsimetrga o'tish uchun 100 ga bo'lishimiz kerak. 4024 ni 100 ga bo'lib o'radigan bo'lsak 40 chiqadi. 24 oshib qoladi. 24 oshib qoladi. 40 metr kvadrat bo'ladi. 24 oshib qoladi. Shuning uchun bu ham to'g'ri ekan. Nechtasi to'g'ri degani uchun bitta, ikkita, uchtasi to'g'ri degan javobni olamiz. Xo'p, keyingisi 15-savolimizda aytyapti ekan. Sarvar hafta kunlari va sanalari yozilgan quyidagi kalendar jadvalini tuzibdi. So'ngra u jadvaldan rasmda bo'yalgan qismga o'xshash o'zaro zina ko'rinishida birlashgan 6 ta kataychani ajratib olibdi. Mana uni ajratib olibdi. Bizda jicha xiralo chiqib qolibdi. Mana shularni ajratib olibdi. Mana. Bu yerdan ushlangan. Xo'p, agar sarvar ajratib olgan yangi zina ko'rinishidagi kataychalardagi sonlar yig'indisi 105 ga teng bo'lsa, ushbu kataychalardagi sonlardan eng kattasini toping deyapti. Mana misol uchun biz 27 ni eng katta turgani uchun 27 dan boshlab ko'raylik. 27 bo'lsa, buni yonidagi kataycha, keyin buni yonidagi kataycha, mana tepasidagi ikkita yonma-yon kataycha-yu, keyin tepasidan ikkita yonma-yon kataycha, keyin tepasidan ikkita yonma-yon kataycha olinish kerak. Bu ikkalasi bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta katay bo'lgani uchun buni qo'shamiz uchalasini. 10, 11, 18, 19, 26, 27. Qo'shib beramiz buni. Qo'shganimizda hop 1 ga 8 9, 18, 18 ga 6 24, 24 ga 7 ni qo'shsak 31. Uchidildi. Qarang, o'zi oxiri 1 bilan chiqyapti. O'zi 105 chiqish kerak edi. Shuning uchun aniq 27 bo'lmas ekan desak bo'ladi. Hop, keyingi holatda 26 ni tekshirib ko'raylik. 26 marta bo'lsa, demak buni olishimiz kerak. Keyin mana ikkalasini olishimiz kerak, keyin mana ikkalasini olishimiz kerak. Qo'shib beramiz uni. 10, 17, 18, 25, 26 va oxirida 9 ham bor.
Demak 8 ga 7 15, 15 ga 5 20, 20 ga 6 26, 26 ga 9 ni qo'shsa 35. Uchudilda 2 2 4 5 6 7 mana bu bilan 10. Mana 105 ga teng chiqyapti. Demak, ushbu kattachalardagi sonlardan eng kattasi 26 bo'lishi mumkin ekan. To'g'ri javobsa. Hop, keyingisi 15-savolga e'tibor beradigan bo'lsak, Sardor va Farruh otasi beradigan haftalik pullardan jamg'arib, Sardor velosiped, Farruh esa samokat sotib olmoqchi. Demak, Sardor velosiped sotib olmoqchi ekan, Farruh esa samokat sotib olmoqchi ekan. Sardor va Farruhning haftalik oladigan pullar miqdori teng ekan. Velosiped narxi samokat narxidan 50% ga qimmat. Ya'ni misol uchun mana bu 100x desak, samokat. Mana velosiped bundan 50% ga qimmat ekan. Demak, 150x bo'ladi bu. Sardor haftalik pulining 10%ni, mana Sardor haftalik pulining 10%ni, Farruh esa 15%ni jamg'arib boradi. Mana 10%, bu 15%. Agar Farruh 4 haftada yiqqan puliga samokat sotib olgan bo'lsa, deyapti. Demak, 4 haftada umumiy hisobda bu 60% yig'adi. Mana 4 ga ko'paytirib yuborsak, 4 kira 15 60% yig'adi, jamg'arib boradi. Bu 4 kira 10 40% jamg'aradi. Va bu 60% 100x ga yetar ekan. 60%, ya'ni bu samokat sotib olyapti, 100x ga yetar ekan. Xo'p, endi aytayapti, Sardor velosiped olish uchun kamida necha hafta pul yig'ish kerak deb savol beryapti ekan. Demak, e'tibor beradigan bo'lsam, 60% 100x bo'layotgan bo'lsa, 60% 100x bo'layotgan bo'lsa, demak, 6% ham shart emas bizga. 100% deb istaylik. 100% qancha bo'ladi? A bo'lsin bu. 100%. Demak, hozir buni qiladigan bo'lsak, oz chiqmay qolar ekan. Mana uni boshqacharoq qilib tanlaymiz buni. Sardor Farruh bo'lsin. Farruh Sardor bizda sotib olmoqchi velosiped, Farruh esa sotib olmoqchi samokat. Velosiped puli samokat pulidan 50% qimmat dedi-yu, o'sha joyni biz hozir tanlaganimizcha noqulaylik bo'ldi. Shuning uchun mana uni 60x deb tanlaymiz ekan, chunki 10% ni topishga osonroq bo'lar ekan. 100x 60% ga bo'linmay qoldi. Shuni hisobiga. Endi mana undan 50% qimmat bo'lish uchun buni yarmi 30x, 60x ga 30x qo'shsa 90x bo'ladi mana bu. Velosiped narxi 90x. Endi mana bu 10% dan jamg'arib boradi bir haftada. Mana bu esa 15% dan jamg'arib boradi bir haftada va 4 hafta jamg'ardi. 4 haftada u o'zini pulini 60% ni jamg'argan bo'ladi. 15% dan 4 haftada 60% jamg'aradi. Bu 60x ekan. Demak, 10 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, 6 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, 10% puli 10x deb kelib chiqadi. 10x. Demak, mana bu bilan ikkalasining pullari miqdori teng degani uchun bu ham har hafta 10% dan oladi. 10% dan olsa 10x to'playdi. 10% dan olsa 10x to'plasa 90x to'plash uchun 9 kun kerak bo'ladi. Mana to'g'ri javob bu ekan. Keyingisi 17-savolimizga qaraydigan bo'lsak, 17-savolimizda hop. Mana ko'taramiz. Demak, 17-savolimizda aytayapti. A va B avtomobillar bir bekatdan bir vaqt yo'lga chiqdi. Bitta yo'l bo'ylab bir manzil tomon harakatlanishdi. Ikkala avtomobil butun harakat davomida o'zgarmas tezlikda harakat qildi. Quyidagi grafikda avtomobillarning vaqtga bog'liq ravishda bosib o'tgan masofalari ko'rsatilgan ekan. Mana misol uchun A avtomobiliga e'tibor bersam, A avtomobil 2 soatda 150 yuribdi. Demak, A avtomobilining tezligi VA 150 ga 2 bo'lib yuborsam 75 km/soat ekan. Endi B avtomobili esa 3 soatda 180 yuribdi. Shuning uchun V B da tezligini topsam 180 ni 3 ga bo'laman, 60 km/soat ekan. Agar A avtomobil manzilga 4 soatda yetib borgan bo'lsa, ya'ni 75 dan 1 soatda 75 dan harakat qilib 4 soat harakat qildi. Demak, 4 kira 75 masofani bosib o'tgan A. 4 kira 75 qiladigan bo'lsak, bu 300 chiqadi. 300 km masofa bosib o'tgan bo'lsa, bu avtomobil o'sha manzilga yetib borish uchun qancha yuradi deyapti. Ya'ni 300 km ga borish uchun B da tezligi 60 edi, 60 dan harakat qilsa qancha vaqt ketadi? 5 soat vaqt ketadi. To'g'ri javob A. Keyingisi 18-savolda aytayapti ekan. Demak,
ma'lum bir oyda juma kunlarining soni deyapti 4 ta, shanba kunlari soni esa 5 tani tashkil etadi. Agar bu oy 30 kundan iborat bo'lsa, quyidagi sanalarning qaysi biri yakshanbaga to'g'ri keladi, yakshanba kuni to'g'ri keladi deyapti ekan. Kalendarga doir savollarni ishlayotganda e'tibor beradigan bo'lsam, juma kunlari soni 4 ta, shanba kunlari soni 5 ta deyapti. O'zi ketma-ket kelgan kunlar 5 talik kunlar, ketma-ket kelgan kunlar 5 talik bo'lsa, birinchi sanani shundan boshlash kerak. Ya'ni hozir mana juma kunlari soni 4 ta kelyapti-da, keyin shanba kunlari 5 marta kelyaptimi? Demak, shanba birinchi sanadan boshlanadi. Chunki shanba ko'proq qatnashish kerak, 5 marta qatnashish uchun. Mana misol dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba va yakshanba deb oladigan bo'lsam, unda shanba 5 marta qatnashgani uchun shanbani ko'proq qatnashtirishim kerak. Buni 5 marta qatnashtirish uchun birinchi sanani shanbadan boshlashim kerak. Nimaga jumadan boshlaymiz desa, juma 4 ta qatnashibdi, bu kamroq ekan shanbaga qaraganda. Shuning uchun jumadan emas, shanbadan boshlaymiz. 1 bet bo'lsa 2 bet bo'ladi. Mana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, davom ettiramiz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mana endi e'tibor beradigan bo'lsam, shanba kuni mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 marta qatnashyapti. Juma kuni bitta, ikkita, uchta, to'rtta qatnashyapti. Demak, shartiga tushyapti. Qaysi biri yakshanba kuniga to'g'ri keladi deyapti. Shu oyning 8-kuni. Mana yakshanba kunlarini qarasam 8 degan sana yo'q. Shu oyning 14-kuni ham bo'lmaydi. Shu oyning 23-kuni mana sana bor, 29-kuni yo'q. Shuning uchun to'g'ri javob C bo'ladi. Xo'p, 19-savolimizda Asror va Nozim soat 10:00 da uchrashishga kelishdi. Asror uchrashuv joyiga 10:10 da yetib keldi ekan. Nozimning soati aslida 10 minut oldinda edi. Ammo Nozim soatini 10 daqiqa orqada deb o'ylab, o'zi soat 10:00 deb hisoblagan vaqtda uchrashuv joyiga keldi. Ularning har biri uchrashuv joyida 30 minutdan ortiq kutmadi. Bunga ko'ra quyidagilardan xulosalardan qaysi biri to'g'ri ekanligini aniqlang deyapti. Mana demak, Asror va Nozim 10 da uchrashishga kelishdi. Asror 10:10 da keldi. 10:10 da. Endi Nozimni o'rniga o'zimizni qo'yamiz. Men Nozimman deb tasavvur qiling. Nozimning soati aslida 10 minut oldinda, ya'ni Nozimning qo'lida ko'rsatayotgan soat 10 minut oldindagi vaqt ko'rsatadi. Lekin men Nozimman, men o'zimning soatimni 10 minut orqada deb o'ylayman. Va 10:00 da keldim deb o'ylagan vaqtimda men qo'limdagi soat nechini ko'rsatadi, men Nozim bo'lsam. Ya'ni 10 minut orqadagi vaqtni ko'rsatyapti soatim. Demak 10:00 bo'ldi deyotgan bo'lsa, unda soat demak soat 10:10 bo'lgan bo'ladi. 10:10 keladi, qo'liga qaraydi, qarasa qo'ldagi soat 10:10 deb ko'rsatayotgan bo'lsa, Nozim o'ylaydi. Meni soatim 10 minut orqadagini ko'rsatadi-yu, demak 10:00 bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin aslida 10 minut oldinda buni soati. Ya'ni mana bu 10:10 dagi ko'rsatayotgan soati, qo'lidagi ko'rsatayotgan soati 10 minut oldindagi vaqtni ko'rsatyapti. Demak, haqiqiy vaqt 10:00, Nozim kelgan vaqt. Ularning har biri uchrashuv joyida 30 minutdan ortiq kutmaydi ekan. Xo'p, bunga ko'ra quyidagi xulosalardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Aslida ular uchrashdi, hech kim kutmaydi deyapti. Ular uchrashishadi, Nozim 30 minut kutadi deyapti. Ular uchrashmaydi, Nozim 30 minut kutib keyin ketadi deyapti. Ular uchrashishadi, Asror 10 minut kutadi deyapti. Mana shu joyda xato qilibmiz. Mana Nozimning soati aslida 10 minut oldinda. Ammo Nozim soatini 10 minut orqada deb o'ylaydi. Ya'ni 10:00 ga kelgan vaqtida meni soatim 10 minut orqadagi vaqtni ko'rsatyapti. Demak, aslida soat, ya'ni qo'lidagi soat 9:50 bo'lgan bo'ladi. Chunki o'zi soat 10:00 deb o'ylash uchun Nozim, qo'limdagi soat 10 minut orqadagi vaqtni ko'rsatyapti deb o'ylasa, 9:50 da kelsa, qo'ldagi soat 10 minut orqadagi vaqtni ko'rsatyapti. Demak, soat 10:00 bo'ldi deb o'ylaydi. Mana shu xatolik ketib qolibdi. Nozimning soati aslida 10 minut oldinda. Ya'ni 9:50 emas hozir. Bu 10 minut oldindagi vaqtni ko'rsatyapti asli soatdan. Demak, hozir soat 9:40. 9:40. Demak, Nozim 9:40 da keldi. Asror esa, Asror 10:10 da keldi. 10:10. Endi aytayapti, bunga ko'ra quyidagi xulosalarning qaysi biri to'g'ri deyapti. Uchrashuv joyida 30 minutdan ortiq kutmaydi deyapti ekan. 30 minutdan ortiq kutmaydi.
Hop, demak, aslida ular uchrashadi, hech kim kutmaydi deyapti. B'sida ular uchrashadi, Nozim 30 minut kutadi deyapti. C'sida ular uchrashmaydi, Nozim 30 minut kutib keyin ketadi deyapti. Demak, to'g'ri javob nima bo'ladi desa, mana Nozim 9:40 da keldi, 30 minut kutdi, 30 minut kutuvdi, keyin Asror keldi 10:10 da. Keyin ko'rishib ketadi. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. Ular uchrashadi. Chunki 30 minutdan ortiq kutmaydi. 30 minut kutadi, lekin 30 minutdan ortiq kutmaydi. 30 minutdan oshib ketsa bo'lmaydi. Shuning uchun B javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, 27-savolimizda, 20-savolimizda maktab tadbiriga kirish uchun berilgan ruxsatnomalar raqamlari turli va 0 dan farqli bo'lgan to'rxonali sonlar yordamida raqamlangan. Tadbir kuni ruxsatnomalar tekshirilganda printerdagi nosozlik tufayli deyapti. Mana bu raqamlardan qaysilari ruxsatnomada qatnashgan bo'lsa, ular ko'rinmay qolgani aniqlandi. Ko'ringan raqamlar esa tartibi o'zgartirilmay qoldi. Masalan, deyapti 1576 sonida 5 va 7 ko'rinmay qolgani uchun bu ruxsatnoma 16 ni ko'rsatyapti. Chunki mana bu yerda raqamlar 5, 7, 2, 3 degan raqam borligi uchun mana 5 bilan 7 ko'rsatmaydi ekanda 16 ni ko'rsatar ekan buzilib qolgani uchun. 1643 sonida 3 ko'rinmay qolgani uchun mana 3 ko'rinmay qolgani uchun 164 deb o'qiladi. Agar bir ruxsatnoma raqami 6 deb o'qilgan bo'lsa, ushbu ruxsatnomaga dastlab yozilgan to'rxonali sonning bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta va eng kichik qiymatlarni so'rayapti uni. To'rxonali son yozishimiz kerak ekan. Va buni biz o'qiganimizda 6 deyishimiz kerak ekan. Ya'ni bu 6 ni qayergadir qo'yaman hozir. Bitta xonasiga qo'yaman. Qolgan 3 tasiga men ishlamaydigan, ya'ni buzilgan raqamlarni qo'yishim kerak. Shunda buzilgan raqamlarni qo'ysam, bu buzilgan raqamlar ko'rsatilmaydi. O'rniga 6 chiqaveradi. Mana shuni eng katta qiymati necha bo'lishi mumkin? Eng katta qiymati bitta xonasiga 6 ni qo'yadigan bo'lsam, qolgan xonalarga iloji boricha kattaroq sonlar qo'yishim kerak kattani hosil qilish uchun va buzuq raqamlar qo'yishim kerak 3 ta. Buzuq raqamlar 2, 3, 5, 7 edi. Bulardan qo'yamiz, mana 7 ni qo'yamiz birinchi, keyin 5 ni qo'yamiz, keyin 6 ni qo'yamiz. 6 ni 7 dan keyin 6 ni qo'yamiz. Keyin 5 ni qo'yamiz, keyin 3 ni qo'yamiz. Shunda mana 7 ni, 5 ni, 3 ni ko'rsatmaydi. Shuni hisobiga 6 deb o'qiladi. Endi eng kichigi necha bo'ladi? Eng kichigi yana 6 chiqishi uchun 3 ta men buzilgan raqamni yozishim kerak meniki. Bittasi 6 bo'lishi kerak. Eng kichkinasi chiqish uchun boshidagi raqamlarni iloji boricha kichkina qilish kerak. Mana misol 2, 3, 5, 6 deyman. Mana shunda 2, 3, 5 yozganim uchun nosoz bo'lgani uchun bular ko'rsatmaydi, 6 ni chiqarib beradi. Endi mana shular yig'indisi nima chiqadi deyapti. 7, 6, 5, 3, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10, 10.900 chiqar ekan. To'g'ri javob B. Keyingisi. 21-savol aytyapti. Bir to'g'ri chiziq bo'ylab ABC shaharlar aynan shu tartibda joylashgan. Mana. A shahar, B shahar, C shahar. Hop, A shahardan Cobalt yo'lga chiqibdi. 60 km taqsim soat tezligi bilan. B shahardan Spark, C shahar markazidan Malibu 80 yo'lga chiqdi deyapti. Demak, B dan chiqqani Spark ekan va bu 40 km taqsim soat tezligi bilan va mana bu C shahardan 80 km taqsim soat tezligi bilan chiqayotgan. Agar Spark va Cobalt bir-biri tomon harakatlansa, ya'ni Spark bilan Cobalt bir-biriga qarab harakatlansa, mana bu yoqqa qarab harakatlansa, 2 soatda uchrashar ekan. Demak, bu 1 soatda 40 yuradi, bu 1 soatda 60 yuradi. 1 soatda ikkalasi bir-biriga qarab kelsa, umumiy hisobda 100 ga yaqinlashadi masofasi. Demak, 2 soatda 200 ga yaqinlashadi. Xo'p, agar Spark va Malibu bir-biriga qarab harakatlansa, mana Spark bu yoqqa, Malibu bu yoqqa harakatlansa, bu 1 soatda 80, bu 1 soatda 40 yuradi. 1 soatda orasidagi masofa 120 ga yaqinlashadi. 3 soatda uchrashar ekan. 120 dan 3 soat yursa, orasidagi masofa demak 360 ekan. Agar Cobalt va Malibu bir-biriga qarab harakatlansa, deyapti mana. Cobalt aytdi, Malibu bu yoqda edi. Bir-biriga qarab harakatlansa, bu 1 soatda 60, bu 1 soatda 80 yuradi. Orasidagi masofa 1 soatda 140 ga yaqinlashadi. Xo'p, net soat harakat boshlangandan net soatdan keyin uchrashadi deyapti. Demak,
bunisi bunisi betdan bir-biriga qarab kelsa, umumiy orasidagi masofa 560 deb olinadi. 560 masofani 1 soatda 140 dan bosib o'tsa, umumiy hisobda 4 soatdan keyin uchrashar ekan. Keyingi savolimiz. Mana quyida 3 xil shaklda yugurish yo'lakchalari berilgan. Bu yo'lakchalarning chorak doira ko'rinishidagi qismlari o'zaro teng. To'g'ri to'rtburchak ko'rinishidagi barcha qismlari ham o'zaro teng deyapti. Xo'p, Muhiddin dastlab o'zgarmas tezlikda yugurib, birinchi shakldagi yugurish yo'lakchasini 17 minutda, uchinchi shakldagi yugurish yo'lakchasini esa 37 minutda to'liq aylanib chiqdi. Keyin biroz charchagani sababli uning tezligi 2 marta kamaydi. Muhiddin shu yangi o'zgarmas tezlik bilan ikkinchi shakldan yugurish yo'lakchasini necha daqiqada to'liq aylanib chiqadi deyapti ekan. Mana e'tibor bersanglar, birinchi doirani x qilib belgilab olsam, umumiy hisobda 4 x ni bosib o'tgani 17 ketyapti ekan. 17 minut ketyapti ekan. Va uchinchi shakldagi yugurish yo'lakchasini deyapti. Endi misol mana ularni x deyman, chunki yarim doiralar teng deyapti. X bo'lsa, lekin mana bu to'rtburchaklar noma'lum. Buni y deyman. Y desam 37 minut vaqt ketar ekan shuni to'liq aylangani. Demak, o'zi mana 4x ga 2 ga 17 minut ketish kerak edi. Demak, 37 minutdan 17 minutda olib borsam 20 minuti bitta 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta 8 ta y ga ketyapti ekan. 8 ta y ga 20 minut ketayotgan bo'lsa, demak 4 ga bo'lib olsam 2 ta y ni bosib o'tish uchun umumiy hisobda 4 ga bo'lib oldim. 5 minut ketadi 2 ta y ga. Xo'p. Endi aytayapti, Muhid biroz charchagani sababli uni tezligi 2 marta kamaydi. Ya'ni u 4x masofani bosib o'tish uchun 17 minut sarflayotgan bo'lsa, endi 2 marta tezligi kamayadigan bo'lsa, endi 34 minut sarflaydi. Mana 4x ni bosib o'tgan. 2y ni bosib o'tgani 5 minut sarflayotgan bo'lsa, endi tezligi 2 marta kamaygani uchun endi 2y ni bosib o'tgani 10 minut sarflaydi. Ikkinchi shakldagi yugurish yo'lakchasini necha minutda to'liq aylanadi deyapti. Demak, ikkinchi aylanish shakli mana x bor. Y dan bitta, 2 ta, 3 ta, bitta, 2 ta, 3 ta bor. Demak, 4 ta x bilan 6 ta y ga qancha sarflaydi deyapti uni. 3 ta y, 6 ta y. Xo'p, demak 4 ta x ga u charchagani sababli 34 minut sarflaydi. 6 ta y ga 2 ta y ga 10 minut sarflayotgan bo'lsa, demak 6 ga aylantirish uchun 3 ga ko'paytirib olsam, 3 kere 2 6, 3 kere 10 30 minut sarflaydi ekan. Qo'shib oladigan bo'lsak, charchagani sababli 64 minut sarflab qo'yar ekan. Keyingisi 23-savolimiz. Jadvalda to'rtinchi sinf o'quvchilarini fan to'gaраklariga qatnashuvi haqida ma'lumot berilgan ekan. Jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanib, qaysi to'garakka aslida qatnashgan o'quvchilar soni rejalashtirilgan o'quvchilar sonidan eng ko'p ortiq kelganini aniqlang deyapti ekan. Xo'p, demak, e'tibor beradigan bo'lsam, matematika 20 ta, aslida qatnashgan o'quvchilar 28 ta. Demak, 8 ta ko'p kelibdi. Mana bu ingliz tili qatnash rejalashtirilgan o'quvchilar 18 ta, lekin 24 ta kelibdi. Demak, bu ham 6 taga ortiq. Xo'p, mana 15 ta, bu 20 ta, 5 taga ortiq, 12 ta, 18 ta, 6 taga ortiq. Endi qaysi to'garakka aslida qatnashgan o'quvchilar soni rejalashtirilgan o'quvchilar sonidan eng ko'p ortiq deyapti. Ya'ni eng ko'p qaysida deyapti? 8. Matematikada bo'lyapti. Keyingi savolimiz 24. Farida, Nozim va Layloni ayrim yillardagi yoshlari jadvalda berilgan. Hozir 2026-yil. Necha yildan keyin ularning yoshlari yig'indisi 69 bo'ladi. Uchala qizning tug'ilgan kunlari va joriy sanalar yilning bir xil kuniga to'g'ri keladi deb hisoblang deb qo'yibdi. Demak, hozir 2026-yil bo'lsa, demak 2026-yil deb olsam, 2026-yil mana Laylo 22 yosh bo'lgan bo'lsa, endi 23 yosh bo'ladi. Xo'p, Nozima 2022-yil 14 yosh bo'lgan bo'lsa, 2026 gacha 4 yoshga oshadi, 18 yosh bo'ladi. Xo'p, mana 2018 8 yosh bo'lgan bo'lsa, bundan buni ayirib olsak, 12 deyman, 8 yilga ulg'ayish kerak ekan. Demak, mana 16 bo'lib qoladi. 16, 18, 23. Necha yildan keyin ularning yoshlari yig'indisi 69 ga teng bo'ladi. Hozir mana ularning yig'indisi nechaga teng o'zi aslida? Qo'shiladigan bo'lsa, 6 ga 8 14, 14 ga 3 qo'shsang 17, 3 4 5. Hozir 57 ga teng.
Ular endi x yilda ulg'aydi. Bu ham x ga qo'shildi, bu ham x qo'shildi, bunga ham x qo'shildi. Ya'ni 57 yosh edi, bularga jami 3x qo'shildi. Shunda ularning yoshi 69 bo'lib qolishi kerak ekan. Demak, 69 bo'lib qoladigan bo'lsa, 3x barobar 69 dan 57 dan chopamiz. Demak, 12 bo'ladi. X teng 4. 4 yildan keyin ularning yoshlari yig'indisi 69 bo'ladi. Hozir 2026-yil bo'lsa. Demak, javob D javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz. Demak, charos suzish musobaqasiga tayyorlanyapti. Bu haftasiga 4 soat qo'shimcha shug'ullanishni rejalashtirdi. Quyidagi jadvalda murabbiyning ish kunlaridagi band vaqtlari x belgisi bilan ko'rsatilgan. Ya'ni murabbiyning band kunlari ekan bular. Charos haftaning 2 kunida shug'ullanmoqchi. Har bir tanlangan kunda mashg'ulot. Demak, joyga e'tibor beramiz. 8 dan 2 gacha ketma-ket 2 soat davom etishi kerak ekan. Oralig'ida ketma-ket 2 soat davom etadi. Murabbiy charos uchun o'zining ish kunlarida jami necha xil mashg'ulot jadvali tuzishi mumkin deyapti ekan. Demak, murabbiy jadval tuzish kerak ekan. Va u haftaning 2 kunida shug'ullanmoqchi ekan. Demak, 8:00 dan 14:00 vaqt oralig'ida ketma-ket 2 soat shug'ullanmoqchi ekan. Demak, o'zi dars soatlarini qarasam 1 soatlik soatlar ekanda bular. 1 soat, hammasi 1 soat. Ketma-ket 2 soat davom etishi kerak ekan. 2 soat davom etishi uchun dushanba kunlikda necha xil tanlovimiz bor? Birinchi mana uni tanlasa bo'ladi, keyin buni tanlasa bo'ladi yoki mana uni tanlasa bo'ladi. 2 soat qilib 11 dan 13 gacha, 10 dan 12 gacha yoki 9 dan 11 gacha qilib 3 xil tanlovimiz bor dushanba kunlikda. 3 xil tanlov. Xo'p, seshanba kunlikdachi ketma-ket degan uchun yo bu bilan uni tanlay olamiz yoki bu bilan uni tanlay olmaymiz. Boshi bilan oxirini tanlay olmaymiz, ketma-ket bo'lmay qoladi. Bunda 2 xil tanlovimiz bor. 2 xil tanlovi bor murabbiyda. Bu yerda bu vaqtlarda yoki bu vaqtlarda olishi mumkin. Bu yerda ham 2 xil tanlov bor ekan. Payshanbada tanlov yo'q, chunki mayt tanlab qo'ysa, mana bu joyda tanlab qo'ysa, unda ketma-ket degan shartga tushmay qoladi. Shuning uchun payshanbada birontasini tanlay olmaydi. Lekin jumada mana bu bilan mana uni tanlasa bo'ladi, 2 xil tanlov. Umumiy hisobda ko'paytirib yuboradigan bo'lsa 3 kere 2 6, 6 kere 2 12, 12 kere 2 24. 24 xil usulda jadval tuzish mumkin ekan. Keyingi savolimizda AB kesmada deyapti mana. AB kesma. Mana bu A kesma, mana bu B kesma. Shu tartibda S va D nuqta olingan. S olinibdi, D olinibdi. AD deyapti. AD 24. SB 18. 18. Hop, SD 5. 5. AB kesma uzunligi. 24 dan 5 darisi AC kesma 19 chiqadi. 18 dan 5 darisi DB kesma 13 chiqadi. AB kesma uzunligi desa, demak 19 ga 5 24. 24 ga 13 ni qo'shib qo'ysak bo'ldi. 37 bo'ladi. To'g'ri javob B. 27-savol. 27-savolimizda Davron va Jasur bir xil uzunlikdagi simdan quyidagi shakllarni yasabdi. Demak, e'tibor beramiz. Bir xil uzunlikdagi sim deyapti. Davron 3 ta katta, o'rtacha va kichik kvadratlardan iborat. Jasur barcha tomonlari teng bo'lgan 6 burchakni yasabdi. Ikkalasida ham shakllarda yasashda sim ortib qolmagan. Birinchi rasmdagi 3 ta kvadratning tomonlari ketma-ket mos ravishda 2 marta ortib boradi. Misol uchun A bo'lsa, aytam A bo'lsa, mana yaqinroq qilib chizamiz. Ikkinchi rasmdagi 6 burchak tomoni 14 bo'lsa, birinchi rasmdagi bo'yalgan o'rtacha yuzani toping deyapti. Demak, mana 14 ekan. 14 bo'lsa, 14 dan bitta bor, 2 ta bor, 3 ta bor, 4 ta bor, 5 ta bor, 6 ta bor. 6 ta 14 ishlatibmiz. Bu degani 84 uzunlikdagi sim ishlatibmiz mashina o'zini yasashga. Endi mana uni yasashga ham 84 uzunlikdagi sim ishlatishimiz kerak ekan, chunki ikkala shakllarda ham sim bir xil miqdorda ishlatilgan ekan. Faqat mana uni tomoni A bo'lsa, A. Mana uniki esa 2A, 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 2A. Mana uniki esa bundan 2 barobar katta 4A, 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 4A ekan. Demak, perimetr 4A, 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 4A dan 4 ta 16A. Mana uni perimetri 2A, 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 2A. 2A dan 4 ta 8A. Uni perimetri, mana uni perimetri esa 4A. 16A, 4A, 8A ni qo'shsam 28 ta A dan iborat ekan perimetri. Demak, 28 ta A si 84 ga teng bo'ladigan bo'lsa, A teng 6 bo'ladi. 6 emas. A teng 3 bo'ladi. Hurmatlar A edi. 3 ketib qoldi, hozir yozdim.
Mayda 2A, 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 2A. Mayda 4A, 4A, 4A. Maydan 4A. Mana tomonni perimetri 84 chiqadi. Bitta tomoni 14 dan bo'lsa, 14 kere 6 84. Va mana uni 28 ta A'si, perimetrini hisoblasa 28 ta A'si, umumiy hisobda 84. Ya'ni mana qancha sim ketgan bo'lsa, bunga shuncha ketdi. A'da qiymati 3. Demak, bo'yalgan mana bu joyda yuzasini so'ragan uchun bitta A 3 lik uchun ikkita A 6 bo'ladi. 6 kere 6 36 ekan yuzasi. Xo'p, keyingi savol. Xo'p, rasmdagi tasvirlangan shakl uchun quyidagilar ma'lum ekan. Demak, to'rtburchak ABCD B, F, FS ga teng ekan. Ya'ni mana bu ham 8 ekan, bu ham 8 ekan. D, G 2 ekan. G, S 6 ekan. Nimani so'rayapti endi? Hop. AFG uchburchakning yuzasini toping. AFG uchburchakning yuzasi mana kerak ekan bizga. Mana shu yuzasi. Hop, demak bu yoq 8 8. Mana 2, mana 6 edi. Demak, buni ishlash uchun nima qilamiz? Umumiy to'rtburchakning yuzasidan buni to'rtburchak, uchburchaklar yuzasini olib tashlaymiz. Mana bu tomonning qiymati 16. Bu tomonning qiymati 8. 16 ni 8 ga ko'paytirsak, jami to'rtburchak yuzasini beradi. 8 kere 6 48, 8 kere 1 8, bunun bilan 12. Jami yuzi 128. 128 dan endi mana tomon 16. 16 kere 2 bölü 2 ni 16 kere 2 bölü 2 ni hisoblasam, demak 16 chiqadi. Mana yuzi 16 ekan. Hop, mana bu tomon yuzi 8 kere 6 48, 48 2 bo'lsam 24. Mana yuzasi 16, mana 2 24. Mana tomonimiz bu yoq 8 bo'lsa, bu yoq 8. 8 kere 8 64, 2 bo'lib olsa 32. Demek bu yoqda yuzasi 32, 24, 16 ekan. Qo'shib yuboradigan bo'lsak 12, biradilda 5, 6, 7, 72. O'zi 128 edi. Mana shu jami to'liq to'rtburchak yuzasi. Endi to'liq to'rtburchak yuzasidan buni olib tashlasam, bo'yalgan soha yuzi qoladi. 72 ni olib tashlaymiz. 6, 12 dan 7 narsam 5, 56 chiqar ekan javobi. 29. Rasmda bir nechta bir xil o'lchamdagi 7 ta kubdan hosil qilingan fazoviy shakl tasvirlangan ekan. Ushbu jismdagi kubchalarning joylashuvini o'zgartirmagan holda uni to'liq kub shakliga keltirish uchun eng kamida nechta shunday kub kerak deyapti. Mana uni eng kamida kubga to'ldirish uchun kubda hamma tomoni teng bo'lishi kerak edi. Kubni 3 tali tomondan, ya'ni 3 ta kubichali tomondan iborat desak bo'lmaydi, chunki mana bu tomonda 4 ta kubicha turgan tomon bor. Ya'ni 4 tali tomonni 3 taga tushirib bo'lmaydi. Lekin 4 taga hammasini aylantirsa bo'ladi. Demak, biz yangi kub yasaganimizda uni tomoni bu yoqda 4 ta kubcha, bu yoqda 4 ta kubcha, bu yoqda 4 ta kubcha, ya'ni 64 ta kubchadan tuzilgan bo'lishi kerak ekan. Lekin hozir bizda bor, nechta bor? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta kubicha bor. 7 ta kubichani olib tashlaydigan bo'lsam, demak 57 ta yana kubcha kerak ekan buni tuzish uchun. To'g'ri javob D bo'ladi. Hop, 30-savolimiz mana avvalgi yillarda ishlab bergan savolimiz. Quyidagi shaklda katayli qog'ozning ba'zi kataylari bo'yalgan. Bu qog'oz avval vertikal simmetriya o'qi bo'yicha buklanib, keyin qayta ochildi. So'ngra gorizontal simmetriya o'qi bo'yicha buklanib, yana qayta ochildi. Har ikki holatda ham avvalgi va keyingi bo'yalgan kataylar bilan ustimiz tushgan. Bo'sh kataylar ham bo'yalib qoladi, deyapti. 24 ta kataydan iborat to'rtburchak yuqorida keltirilgan qoidaga muvofiq gorizontal va vertikal simmetriya o'qi bo'yicha bir martadan buklanib, qayta ochilganda nechta katay bo'yalgan bo'ladi? Mana birinchi vertikal o'q bo'yicha buklaymiz mana. Hop, buklaganimizda mana bu joyning qiymati bu joyda qiymatiga tushib qoladi ustma-ust. Shuning uchun mana bu joy bilan bu joy bo'yalib qolinadi. Endi mana bu qora joy bilan mana bu joyda qiymati ustma-ust tushib qoladi. Shuning hisobiga bu joy bilan bu joy bo'yalib qolinadi. Bu joy bilan bu joyda qiymati bir-biriga ustma-ust tushadi. Mana katay, bu katay, bu katay, bu kataylar bo'yalmaydi. Lekin mana bu joyda qiymati bilan mana chekani qiymati ustma-ust tushadi. Ya'ni buni buklayapmiz. Bu tomonga bunday qilib buklab ustiga yotkizdik. Yotkizganimizda buni qiymati bu bilan tushadi. Mana uni qiymati bu bilan tushadi. Shuning uchun bu qora qaytga tegsa, o'sha ham bo'yalib qolinishi kerak. Mana uni qiymati bunga tegadi. Shuning uchun bu yerda buklanib qolinadi, bo'yalib qolinadi. Qani, vertikal o'q bo'yicha bukladik. Endi gorizontal o'q bo'yicha buklashimiz kerak. Ya'ni tepani endi pastga buklaymiz. Tepani pastga buklaganimda mana buni uchi, mana uni uchiga tushib qoladi. Mana bu joyi mana bu joyga chiqib qoladi. Mana bu joy mana bu joyga buklanib qolinadi.
mana ikkita kattayi, mana ikkita kattayiga usimiz tushadi. Mana 12ta kattayi, mana 12ta kattayiga tushadi. Mana kattayiga usimiz tushadi. Mana kattayi bunga usimiz tushadi, bu kattayi bunga usimiz tushadi. Mana bukladik. Gorizontal o'q bo'yicha ham, vertikal o'q bo'yicha ham. Nechta katak bo'yalmagan holda bo'ladi deyapti? Bitta, ikkita, 3ta, 4ta degan javobni olasizlar. To'g'ri javobda. Hop, keyingisi 31-savolimizda where are you from deyapti. Endi I am from Brazil bo'ladi bu yerda. Brazilian degani bu, hali sen kimsan desa men o'zbekman degan ma'noda keladi. Men O'zbekistondanman deyish uchun I am from Uzbekistan o'zi bo'ladi. I am from Uzbek desa g'alati bo'lib qolishi uchun Brazilian degan javobni olamiz. Yoki mana the Brazil deya olmaymiz, chunki the qachon ishlatadi? United States yoki United Kingdom degan so'zlar kelsa, davlatdan oldidan shunda ishlatiladi. Hop. 32-savolimizda my sister loves to deyapti. In the pool during hot summer holidays deyapti. Ya'ni meni singlim yoqtiradi. Endi to'dan keyin sabab kelish kerak va verb birinchi holatida kelish kerak. Sababda aytiladi. Nimani yoqtiradi? Pulga borishda, ya'ni pul degani havza degani issiq yozgi ta'tilda nima qilishi mumkin desa, endi suzishi mumkin. Rang qila olmaydi, jam qila olmaydi, clean qila olmaydi. Shuning uchun to'g'ri javob bu bo'ladi. Keyingisida 33. I use bir balo on my computer to click on different icons deyapti. Ya'ni ikonni men ham bilmayman. Har xil ikonlarni klik qilish uchun, ya'ni bosish uchun kompyuterimda nima ishlatiladi? Bosish uchun, ya'ni klik qilish uchun, ya'ni bunday bosish uchun speaker ishlatilmaydi, chunki speaker gapiruvchi degani screen, ekran ishlatilmaydi. Bosish uchun sichqoncha ishlatiladi. Keyword degani yozish uchun ishlatiladigan narsada, lekin klik qilish uchun, ya'ni ustiga bunday bosib tiq qilish uchun mouse sichqonchasi ishlatiladi. Shuning uchun to'g'ri javob bo'ladi. Endi ingliz tilini ham qo'llangancha tahlil qilib beryapman, ancha esimda yo'q. Men ham 2 yil, 3 yil bo'lib qoldi ingliz tili o'qiganimga, shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Hop, keyingisi he makes everyone laugh with his jokes deyapti. Ya'ni u bola hammani kuldirarkan hazillari bilan. Hazillari bilan u kuldirayotgan bo'lsa, he is very nima bo'ladi? Smart. Aqlli bo'lsa kuldirmaydi. Polite, odobli bo'lsa kuldirmaydi. Proud, faxrlangan bo'lsa kuldirmaydi. Funny bo'lsa, he is very funny, ya'ni u juda ham quvnoq odam, shuncha kuldiradi desa bo'ladi. To'g'ri javobda. 35-savolda every morning, har kuni ertalab David a large glass of water before breakfast. Nonushtadan oldin katta stakanda suvni nima qilishi mumkin? Eat, yeyishi mumkin, cooks pishirishi mumkin, buy sotib olishi mumkin, drinks ichishi mumkin. To'g'ri javob bo'ladi. Hop, keyingisida 36da please give the book to Maria, ya'ni iltimos Mariyaga kitobni bering. It belongs to degani tegishli degani. Endi unga degan ma'noni berish uchun herni qo'yish kerak. Hers qo'yib qo'ysa uniki bo'lib qoladi. Shuning uchun Mariya qiz bola bo'lgani uchun herni qo'yamiz. Keyingisi the train bir balo at 6 pm every evening. Har kuni kechqurun 6:00 da poyezd ketadi deb aytishimiz kerak ekan. Train bo'lgani uchun bu trainga nisbatan lives qo'yamiz, ya'ni chunki present simple zamonida fe'lga mana bu tomonda it kelib qoladigan bo'lsa, unda ses qo'shimchasini qo'shish kerak. Shuning uchun to'g'ri javobda. Hop, 38-savolga qarasam, John his homework at the moment degani hozir, ayni damda degani. John vazifasini ayni damda nima qilayotgan bo'lishi mumkin? Bajarishi mumkin. Endi bu present continuous bo'lgani uchun, at the moment degani uchun is doing ni olamiz. John is doing his homework at the moment, ya'ni hozir ayni damda vazifasini qilyapti. 39-savolimizda choose a correct answer. We bir balo to a new city 3 years ago. Qarang. Demak, 3 yil oldin yangi shahardan biz nima qilgan bo'lishimiz mumkin? 3 yil oldin ko'chib ketgan bo'lishimiz mumkin. Uni past simple bo'lgani uchun move degan fe'lga id qo'shimchasini qo'shib move deb qo'shishimiz kerak. 40-savoli endi menimcha hamma to'parlagandir. I am 11 years old deb javob aytyapti ekan. Demak, xavoldariga deb turib savol berish kerak. Shuning uchun to'g'ri javobimiz bizda A bo'lib qoladi. 41-savolimizda summer is the deyapti, season of the year. Yilning qanaqa fasli desa, mana the haligi komparativ, superlativ degan darajalar bor edi-yu, the ishlatilinsa eng degan ma'noni beradi. Eng degan ma'noni berayotganda hottest, ya'ni the bilan est oxirida est qo'shilgan variantlar keladi. Is the hottest season of the year bo'ladi. Shuning uchun eng issiq fasli
yozning degan ma'noni berib turadi. Xo'p, 42. I speak 3 language fluently, ya'ni men gapira olaman 3 ta tilda to'liq deyapti. Ya'ni gapira olaman deyish uchun can qo'yish kerak edi. I can speak 3 languages fluently bo'ladi. 43-savolimizda we didn't go to the park, ya'ni biz bormadik parkka. It was raining, yomg'ir yog'ayotdi. Demak, makka nima qo'yish kerak desa, sababini qo'yish kerak. Nimaga bormading desa, chunki yomg'ir yog'ayotdi deyishimiz kerak. Shuning uchun to'g'ri javob A bo'ladi, because deymiz. Xo'p, endi readinglarga e'tibor beramiz. My family loves to go camping in the forest every summer deyapti. Ya'ni mening oilam yaxshi ko'radi to go borishni, kempingga, o'rmonga har yozda. Ya'ni mening oilam har yozda kempingga borishni yaxshi ko'radi. We sleep in a big green tent near a quiet lake deyapti. Ya'ni biz uxlaymiz katta yashil tentda, sokin haligi ko'lni yaqinida. My dad likes to fish in the morning. Ya'ni men dadam yoqtiradi baliq ovlashni ertalabda. And my mom reads books. Ya'ni meni onam o'qiydi kitoblar under the trees. Ya'ni daraxt tagida o'tirib kitob o'qiydi ekan. I enjoy finding different bugs and leaves deyapti. Ya'ni men har xil bugslarni va leaveslarni, ya'ni barglar topishni yoqtiraman, rohatlanaman shundan deyapti. At night, kechqurun, we sit around a fire. Biz olov atrofida o'tiramiz. And look at the stars. Va hammamiz osmonga, yulduzlarga qaraymiz deyapti. 44da what is the main idea of the text? Ya'ni tekstning asosiy fikri nima deyapti. Asli family summer camping trip. Ya'ni yozgi oilaviy sayohatimiz deyapti. Bizda how to catch fish in a lake. Yo'q, endi bu bo'lmaydi, chunki bu bitta gapda aytildi xolosda. Ya'ni baliq tutish, qanaqa qilib baliq tutish ko'lda deyapti. Buning uchun batafsil ma'lumot aytilgani yo'q. The bugs found in the forest, ya'ni bugslarni o'rmondan topish deyapti. Yo'q. Agar leaves deganda unda boshqacharoq bo'lardi. Bu faqat bugs emas, leaveslarni ham aniq qiladi, topadi. Va bu bitta gapda berilgan xolos, shuning uchun buni olmaymiz. White tents are green. Nima uchun? Yashil tentlarimiz, chodirlarimiz deyapti. Bu ham bo'lmaydi. To'g'ri javob A bo'ladi o'z-o'zidan. What does the child do while the father fishes? Ya'ni qarang, what does the child do deyapti. Ya'ni nima qiladi ano child, kichkina bola. While the father fishes deyapti. Ya'ni otasi baliq tutayotganda nima qilar ekan? Otasi baliq tutayotgan, o'zi mana agar we sit around the fire and look at the stars deb qo'ysa, unda xato bo'lib qoladi, chunki biz olov atrofida o'tiramiz va osmonlarga qaraymiz deyapti. Osmonlarga qaraymiz deganda ular hammasi birga qarab yotar ekanda, shuning uchun haligi nimani olmaymiz. Javobni olmaymiz. Read book under the trees desa, bu ham xato bo'lib qoladi, chunki onasi qiladi bu ishni. Endi sleeps in the green tent degan javob ham xato bo'ladi, chunki uxlaydi yashil tentda, ya'ni dadasi baliq ovlayotganda bola uxlaydi deyapti. Bu gap xato, chunki mana my dad likes to fish in the morning. Ertalabdan anaqa qilishni yoqtiradi, baliq tutishni yoqtiradi. I enjoy finding different bugs in leaves deyapti. Ya'ni men har xil bugslar bilan leaveslar topishni yoqtiraman, menga shu narsa yoqadi deyapti. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D bo'lib qoladi. Hammaga rahmat tahlil uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.